Siz ham tarozi ustiga chiqqaningizda ustidagi sonidan xafa bo'lishga shoshilmang. Chunki tarozini og'ir ko'rsatadigan, sizni 1-1,5 kilogacha semirtiradigan ayrim bir vaziyatlar bor. Birinchi vaziyat ayollarda hayz paytida. Aynan hayz paytida ayollar tanada suvni ushlab turish hisobiga vaznlari ortadi, tanada otyoqlar bo'ladi. Ikkinchisi yaxshi uxlamaslik. Agar siz kechqurun juda ham kech uxlagan bo'lsangiz, ertalab taroziga chiqmang. Vazningiz og'ir bo'ladi. Bu yerda tanani ko'pincha uyqudan to'ymagani, melatonin yetishmovchiligi hisobiga tanamiz uzoq muddat stress gormonini yuqorilashtiradi. Bu degani vaznni og'ir ko'rsatadi. Uchinchisi, uyqudan oldin ko'p miqdorda suyuqlik yoki ovqatlangan bo'lsangiz, bunda ham tarozi sizni odatiy vazningizdan og'irroq ko'rsatadi. Ushbu video barcha dieta qiladigan ayollarga kerak bo'ladi. Shuning uchun saqlab qo'yishni va dietadagi dugonangizga yaxshilik sifatida jo'natib qo'yishni unutmang.